Assalomu alaykum aziz kitobxon. Samarqand tuman axborot kutubxona markazimizga Albert Einsteinning Dunyo daholari nomli kitobi mavjud. Ushbu kitobimizni olib o'qib, bemalol mutolaa qilishingiz mumkin. Dunyo daholari ruknidan joy olgan mashhurlarning har biri o'z yo'li, tafakkuri, ixtirolari, olamshumur ishlari va hatto taqdirlari bilan dunyoni o'zgartirishgan. Shunday taniqli insonlardandir biri fizik, nazariyotchi, barcha zamonlarning eng buyuk va eng katta ta'siriga ega fizik olimi Albert Einsteindir. Albert Einstein bo'lishi mumkin emas deb uqtirilgan narsalarni tasavvur qilishdan aslo qaytmagan. Uning ziddiyatlarga boy serqirra ilmiy faoliyati va xavf-xatarga to'la shaxsiy hayoti dunyodagi eng mashhur fizik degan nom qozonishiga sabab bo'lgan. Bolalar va o'smirlarga mo'ljallangan ushbu bejirim tuhfa o'quvchilarga manzur bo'ladi degan umiddamiz. Kelib, olib o'qishingiz mumkin azizlar.